Mana shu yerda hamma turgan, meni eshitsin. Olg'a qishlog'iga $100 olib kelganman. Mana shu omadli bolalardan bittasi yutib oladi. O shart hech kimga aytilmagan. Endi hozir aytaman. Yo shart aytdimmi sizlarga? Yo'q. Hech qanaqa shart aytmadimmi? Mana $100 olib kelganman. $100 haqiqiymi, haqiqiy emasmi? Ko'r. Kim biladi? Men bilaman. Gapiring mana. Haqiqiy. Haqiqiymi? Mana shu dollar olib kelganman. Bitta shart beraman, agar bajara olsalaringiz olasizlar. Agar bajara olmasalaringiz bu olib ketilinadi, boshqa qishloqqa shart beriladi. Shart shundan iboratki, aynan siz keng. Nimaga qochasiz? Keng. Baking. Xo'p, shartni eshiting, qila olsangiz qila olaman, qila olmasangiz qila olmayman deysiz. Keng. Shartni eshiting. Mana yoshlarga o'rnak bo'lasizda, o'zgina bo'lsa ham. Qarang. Har bitta qilgan ajmanangizga $1 dan 100 ta ajmana qilsangiz $100 yutib olasiz. Qila olasizmi, qila olmaysizmi? Ha? Gapiring. Qila olmaysizmi? Obbo. Qiladiganlar bo'lsa kommentariyaga yozingizlar. Kim qilsa menga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga katta rahmat kontentga ishtirok etganlaringiz uchun. Bugun biz 267 ta ajmana qildik. Hammalaringizga rahmat. Bitta qarsak chalib qo'yingizlar.